Shu shogirdni ko'rsan, asabim buziladigan bo'lib qoldi-da meni. 2 minutda haydab boraman u qaynotasi tashlab ketganda menga ishonadi. Ona zo'r yo'li bor. Shuni qo'llab o'raylikmi? Layfbek bor. Qarab turing-da. Xullas, mana shu ustaga elektrod tugashiga bittadan elektrod berib turasiz. U kaskanchida ko'rinmay qolyapti. Tushundingizmi, keling. Bo'ldi. Bunaqa ishlarni dondirib tashlayman. Elektrod olib berib turar ekanman, xolosin. Bering. Usta tugadi. Ana. Yana tugasa aytib turaveraman. Qilavering, bemalol, xotirjamlikni qilavering. Hop. Hormasinlar. Salom. Shogird bola qani endi? Shogird bola 4 ta elektrod olib berib, kirib ketib qoldi. Menimcha 3-4 kunga qutuldim u endi. Voy ko'zim. Shogird bola nima bo'ldi? Karshaylar qo'yib yuborsiz o'zingizga. Ustam svarkani qiyshiq qildi shekilli. Ko'zimga birov qumchachib yuborganga o'xshayapti. Menga boshqa ish berish, ko'zimni svarga olib qoldi. Katyonlarimiz ko'rishlari mumkin. Mana duvanoy tuplit qilingan hisobga suv qaynayapti, qo'limni kuydirmayapti. Yolishiga bitta e'tibor berasizlar. Katyonlarimiz bunkerli bo'ladi, ko'mir tanlamaydi. Mana bu narsasi miyat hisoblanadi, buni qo'shib berishadi. Mana bu narsani ham qo'shib berishadi, bu stabilizator hisoblanadi, tokda bir xil ushab turadi. Miyani yana bitta boshqachasi bor, ixtiro qilishibdi. Mana bu narsa tugma. Tiqilib qolganda orqaga qaytarib berib turadi. Parrayini nariga $50 qimmat bo'lib qoladi, u avtomatik orqaga qaytaradi. Tiqilib qolgan ko'mirdi. Unisi $50 razza qilib qolar ekan. Xullas, katyonlarimiz o'rnatib berish, bepul qaynashiga e'tibor beramiz. Olib borib dastlabki xizmatlari ham bor. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, svarka qilmayman, ko'zim olib qoldi.